Assalomu alaykum. Hurmatli pensiyadagi otaxonlar, onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntiraman. Pensiyangizga oid rasmiy ma'lumotnomani zudlik bilan olib qo'ying. Bu hujjat ko'pchilikka oddiy qog'ozdek ko'rinadi. Lekin amalda u bankda subsidiya olishda, davolanishda, ijtimoiy yordam so'rashda, kommunal imtiyozlarni rasmiylashtirishda va boshqa ko'plab holatlarda sizni ortiqcha yugur-yugurdan asraydi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga va yaqinlariga tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men qaysi hujjat kerakligini, uni qayerdan olishni, kimlar albatta tekshirtirish kerakligini va qanday xatolardan ehtiyot bo'lishni birma-bir tushuntiraman. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rdimki, pensionerlar ko'pincha pensiya olayotgani o'zi yetarli deb o'ylaydi. Ya'ni har oy kartaga pul tushyaptimi? Demak hammasi joyida deb hisoblaydi. Lekin hayotda shunday vaziyatlar bo'ladiki, sizdan pensiya olayotganingizni, pensiya turi qandayligini, miqdori qancha ekanini, pensiya qachondan tayinlanganini va sizning ma'lumotlaringiz tizimda qanday ko'rsatilganini tasdiqlovchi rasmiy hujjat so'raladi. Ana shu paytda ko'pchilik shoshib qoladi. Oldin ko'p ishlar qog'oz daftarlarda, arxiv ma'lumotlarda, tuman bo'limlarida saqlangan hujjatlar orqali qilinar edi. Pensioner biror idoraga borsa, undan pensiya guvohnomangiz bormi? Pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma olib keling. Pensiya miqdoringizni tasdiqlang deb so'rashardi. Odamlar navbatda turardi. Bir idoradan ikkinchi idoraga borardi. Ayrim hollarda hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotida kichik xato ham katta muammoga aylanardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimga o'tkazilgan. Bu yaxshi tomoni shundaki, pensioner ayrim ma'lumotnomalarni Davlat xizmatlari markazi orqali, MyPGDAH.uz portali orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi orqali olishi mumkin. Lekin o'zgarishning ikkinchi tomoni ham bor. Agar tizimdagi ma'lumot eski bo'lsa, noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki sizda rasmiy ma'lumotnoma qo'lingizda bo'lmasa, siz kerakli imtiyoz yoki yordamni vaqtida ola olmay qolishingiz mumkin. Men bugun aynan pensiya tayinlangani va pensiya miqdori haqida rasmiy ma'lumotnomani nazarda tutyapman. Ayrim joylarda buni pensiya ma'lumotnomasi, pensiya oluvchi shaxs haqidagi ma'lumotnoma yoki pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnoma deb atashadi. Nomida ozgina farq bo'lishi mumkin, lekin mohiyati bitta. Bu hujjat sizning pensioner ekaningizni, qaysi turdagi pensiya olayotganingizni va qancha miqdorda olayotganingizni tasdiqlaydi. Men buni zudlik bilan oling deyotganim bejiz emas. Chunki ko'plab pensionerlar faqat muammo chiqqandan keyin hujjat izlay boshlaydi. Masalan, bankdan kredit olish kerak bo'ladi, lekin bank pensiya daromadini rasmiy tasdiqlashni so'raydi. Yoki mahalladan moddiy yordam so'raladi, lekin oila daromadini hisoblash uchun pensiya miqdori kerak bo'ladi. Yoki subsidiyaga ariza beriladi, lekin tizimdagi daromad ma'lumoti mos kelmaydi. Ana shunda bir kunlik ish 3 kunga, ba'zan bir haftaga cho'zilib ketadi. Birinchi sabab daromadni tasdiqlash. Pensionerning asosiy daromadi ko'pincha pensiya hisoblanadi. Siz oylik ish haqi olmayotgan bo'lsangiz, bank, mahalla, ijtimoiy xizmat yoki boshqa idora sizning doimiy daromadingizni aynan pensiya orqali baholaydi. Agar sizda rasmiy ma'lumotnoma bo'lsa, men falon so'm pensiya olaman deb og'zaki aytib o'tirmaysiz. Hujjatni ko'rsatasiz. Ikkinchi sabab imtiyozlar va yordamlar. Ayrim ijtimoiy yordamlar, kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklar, sanatoriy yo'llanmalari yoki davolanish bilan bog'liq masalalarda pensionerning maqomi va daromadi ahamiyatli bo'ladi. Ba'zida odam haqiqatan ham yordamga muhtoj, lekin hujjati tayyor bo'lmagani uchun jarayon kechikadi. Uchinchi sabab xatolarni oldindan aniqlash. Men shunday holatlarni ko'rganman. Pensionerning familiyasi pasportda bir xil, tizimda esa bitta harf bilan boshqacha yozilgan. Masalan, Karimova o'rniga Karimova deb ortiqcha bo'sh joy bilan kiritilgan yoki tug'ilgan sanada bitta raqam xato ketgan. Odam har oy pensiya olayotgani uchun buni sezmaydi. Lekin rasmiy ma'lumotnoma olmoqchi bo'lganda yoki boshqa idoraga murojaat qilganda muammo ko'rinadi. Agar siz bu hujjatni oldindan olib, ma'lumotlaringizni tekshirtirsangiz, keyingi muammolarning oldini olasiz. 4-sabab. Farzandlar uchun ham qulaylik. Ko'p pensionerlarimiz yoshi katta, internetdan foydalanmaydi. Davlat idoralariga borishga qiynaladi. Agar farzandlari oldindan ota-onasining pensiya hujjatlarini tartibga solib qo'ysa, keyinchalik tez yordam kerak bo'lganda
Davolanish masalasida ijtimoiy yordamda yoki boshqa rasmiy ishda vaqt yo'qotilmaydi. Men endi aniq aytaman, bu hujjatni birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar olishi kerak. Chunki pensiya yangi tayinlanganda ma'lumotlar bazaga kiritiladi. Kartaga pul tushishi yo'lga qo'yiladi. Bank rekvizitlari bog'lanadi. Shu davrda xato chiqish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Masalan, sizga 2 million ming so'm pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin. Lekin ma'lumotnomada boshqa turdagi pensiya yoki boshqa sana ko'rsatilgan bo'lsa, buni darhol tuzatish kerak. Ikkinchi guruh pensiya miqdori o'zgarganlar. Har safar pensiyalar oshirilganda, qayta hisob-kitob qilinganda yoki qo'shimcha ustama qo'shilganda pensionerlar kartaga pul tushdi bo'ldi deb qo'yadi. Lekin rasmiy hujjatda yangi miqdor aks etganmi yoki yo'qmi? Tekshirish foydali. Masalan, bir onaxon ilgari 1 million 800 ming so'm olgan. Keyin oshirilgach 2 million so'mga yaqin bo'lgan. U subsidiya uchun murojaat qilganda eski miqdor bo'yicha ma'lumot ko'rinib, oilaning daromad hisobida chalkashlik paydo bo'lgan. Bunday holatda ma'lumotnomani yangilab olish masalani tezlashtiradi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik guruhi muddati qayta ko'rik sanasi. Pensiya turi va miqdori juda muhim. Agar hujjatda guruh noto'g'ri ko'rsatilsa yoki eski ma'lumot tursa, davolanish, dori-darmon, reabilitatsiya, imtiyoz masalalarida muammo bo'lishi mumkin. Men bunday odamlarga hujjatlarni alohida papkaga solib, pasport, nogironlik ma'lumotnomasi va pensiya ma'lumotnomasini bir joyda saqlashni maslahat beraman. 4-guruh boquvchini yo'qotganlik pensiya oladigan oilalar. Bu yerda ko'pincha bolalar, vasiylar, onalar yoki otalar hujjat bilan ishlaydi. Agar oilada 2 yoki 3 bola bo'lsa, kimga qancha to'lov tayinlangani, qachongacha berilishi va qaysi asosda berilishi aniq bo'lishi kerak. Masalan, bola 15 yoshga to'lguncha yoki o'qishni davom ettirsa, belgilangan shartlar asosida to'lov masalasi yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun rasmiy hujjatni saqlab qo'yish juda muhim. 5-guruh. Boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Tuman o'zgargan, propiska o'zgargan, bank kartasi o'zgargan, familiya o'zgargan bo'lsa, ma'lumotlarni tekshirtirish shart. Ko'chib o'tgan odamning pensiyasi tushib turishi mumkin, lekin hududiy ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, keyinchalik murojaatlarda ortiqcha savollar tug'iladi. Agar sizda yaqinda olingan pensiya miqdori haqidagi rasmiy ma'lumotnoma bo'lsa, ma'lumotlaringiz pasport bilan to'liq mos bo'lsa, pensiya turi to'g'ri yozilgan bo'lsa va siz hozircha hech qanday subsidiya, bank, ijtimoiy yordam yoki imtiyoz uchun murojaat qilmayotgan bo'lsangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin men baribir hujjatni yiliga kamida bir marta yangilab olishni yoki elektron shaklida saqlab qo'yishni tavsiya qilaman. Agar siz faqat pensiyani olayotgan bo'lsangiz va boshqa ish qilmayotgan bo'lsangiz ham, bu hujjat keraksiz degani emas. Chunki muammo odatda oldindan xabar bermaydi. Bugun kerak emas, ertaga esa shifoxona, bank yoki mahalla ma'lumotnoma olib keling deydi. Shunda tayyor hujjati bor odam tinch bo'ladi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi otaxon bankdan kichik miqdorda iste'mol krediti olmoqchi bo'lgan. U har oy 2 million 300 ming so'm atrofida pensiya olgan. Bank xodimi daromadni tasdiqlovchi hujjat so'ragan. Otaxon kartamga tushyapti-ku degan, lekin bankka rasmiy ma'lumot kerak bo'lgan. U pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotnoma olgan, lekin hujjatda eski pasport raqami ko'rsatilganini bilgan. Natijada avval pasport ma'lumotini yangilatgan, keyin qayta ma'lumotnoma olgan. Agar u buni oldindan tekshirtirganda kredit masalasi bir kunda hal bo'lardi. Ikkinchi misol. Bir onaxon kommunal to'lovlar bo'yicha yordam olish uchun mahallaga murojaat qilgan. Oilada o'g'li vaqtincha ishsiz kelini bolaga qaraydi. Onaxonning pensiyasi 1 million 700 ming so'm. Mahalla daromadlarini hisoblash uchun pensiya miqdorini tasdiqlovchi hujjat so'ragan. Onaxon hujjatni topolmagan. Eski ma'lumotnoma esa 2 yil oldingi bo'lgan. Yangi ma'lumotnoma olingach. Daromad to'g'ri hisoblangan va yordam masalasi tezroq ko'rib chiqilgan. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi oladigan fuqaro sanatoriy yo'llanmasi bo'yicha murojaat qilgan. Unga pensiya turi va nogironlik bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lgan. Hamma hujjat bor, lekin pensiya ma'lumotnomasida miqdor eski ko'rsatilgan. U qayta borib yangilab kelishga majbur bo'lgan. Bu odam yura olmaydigan. Har safar borib kelish uchun taksi puli sarflaydigan fuqaro edi. Mana shunday vaziyatlar bo'lmasligi uchun hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerak. 4-misol.
farzand chet eldan qaytib kelgan va onasining davolanish xarajatlari uchun ayrim ijtimoiy yordamlarni rasmiylashtirmoqchi bo'lgan. Onasi pensioner, lekin hujjatlari turli joyda. Pasport bir papkada, bank kartasi boshqa joyda. Pensiya hujjati umuman topilmagan. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilingach, kerakli ma'lumot olingan, lekin 2 kun vaqt ketgan. Agar farzandlar oldindan ota-onasining hujjatlarini tartibga solib qo'yganida, shoshilinch paytda asabiylashish kamroq bo'lardi. Bu hujjatni olganda birinchi tekshiradigan narsangiz ism, familiya, otasining ismi. Pasportda qanday yozilgan bo'lsa, hujjatda ham shunday bo'lishi kerak. Bitta harf ham ahamiyatli. Ayniqsa lotin va kiril yozuvlari almashgan davrda hujjatlarda farqlar uchraydi. O vaqt harflari, apostrof, qo'sh familiya. Nikohdan keyingi familiya o'zgarishi kabi holatlar e'tibordan chetda qolmasin. Ikkinchi tekshiradigan narsa tug'ilgan sana va shaxsiy identifikatsiya raqami. Hozir ko'p xizmatlar shashashir orqali ishlaydi. Agar raqam noto'g'ri bo'lsa, tizim sizni boshqa ma'lumot bilan bog'lab qo'yishi yoki umuman ma'lumotni topmasligi mumkin. Shuning uchun pasport yoki ID karta bilan solishtiring. Uchinchi tekshiradigan narsa pensiya turi. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa to'lovmi aniq yozilgan bo'lishi kerak. Chunki ayrim imtiyozlar aynan pensiya turiga qarab baholanadi. To'rtinchi tekshiradigan narsa pensiya miqdori. Kartaga tushgan summa bilan hujjatdagi summa o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Chunki ba'zan kartaga bir oyda qo'shimcha to'lov, qarzdorlik, qayta hisob-kitob yoki ushlab qolishlar ta'sir qiladi. Shuning uchun bir martalik tushumni emas, rasmiy belgilangan miqdorni ko'ring. Agar tushunmasangiz, pensiya jamg'armasi xodimidan bu asosiy pensiya miqdorimi, qo'shimchalar bormi, ushlab qolish bormi deb so'rang. 5-nozik jihat hujjatning amal qilish muddati. Ayrim idoralar ya'ni so'nggi 1 oy yoki 3 oy ichida olingan ma'lumotnomani talab qilishi mumkin. Shuning uchun eski hujjatni saqlab qo'yish yaxshi, lekin muhim murojaat oldidan yangisini olish yanada to'g'ri. 6-nozik jihat. Elektron hujjat. Agar ma'lumotnoma elektron shaklida berilsa va unda QR kod yoki elektron tasdiq bo'lsa, bu ham rasmiy kuchga ega bo'lishi mumkin. Lekin uni telefonda saqlab qo'yish bilan cheklanib qolmang. Farzandingizga yuboring. Elektron pochtaga saqlang. Kerak bo'lsa qog'ozga chiqarib qo'ying. Telefon yo'qolishi, xotira to'lishi yoki internet bo'lmasligi mumkin. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi yo'l. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilish. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta olib boring. Agar sizning nomingizdan farzandingiz yoki boshqa vakil bo'lsa, undan ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Shuning uchun avval telefon qilib yoki mahalladan so'rab, vakil orqali olish tartibini aniqlashtirib oling. Ikkinchi yo'l, davlat xizmatlari markazi. Ko'p odamlar pensiya jamg'armasi qayerda ekanini bilmaydi yoki navbatdan qo'rqadi. Davlat xizmatlari markaziga borib, pensiya miqdori yoki pensiya oluvchi ekaningiz haqida ma'lumotnoma kerakligini aytasiz. Xodim sizga qaysi xizmat orqali olish mumkinligini ko'rsatadi. O'zingiz bilan pasport yoki ID kartani olib boring. Agar telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, tasdiqlash jarayoni ham osonlashadi. Uchinchi yo'l, My.Donkov.uz portali orqali olish. Agar siz yoki farzandingiz internetdan foydalana olsa, portalga kirib, shaxsiy kabinet orqali tegishli ma'lumotnomani izlash mumkin. Buning uchun elektron raqamli imzo, OnID yoki boshqa tasdiqlash usuli kerak bo'lishi mumkin. Men yoshi katta pensionerlarga buni yolg'iz qilishni majburiy demayman. Farzandingiz, nabrangiz yoki ishonchli yaqiningiz yordam bersin. Lekin login, parol va shaxsiy ma'lumotlarni begona odamlarga bermang. 4-yo'l. Bank va boshqa idoralar bilan tekshirish. Ba'zi banklar pensiya tushumini o'z tizimida ko'rishi mumkin, lekin bu rasmiy ma'lumotnoma o'rnini har doim ham bosmaydi. Bank biz ko'ryapmiz desa yaxshi. Lekin boshqa idora uchun baribir hujjat kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankda bor-ku deb xotirjam bo'lib qolmang. Men pensionerlar uchun alohida papka qilishni maslahat beraman. Bu papkada birinchi bo'lib pasport yoki ID karta nusxasi bo'lsin. Ikkinchidan pensiya miqdori haqidagi ma'lumotnoma bo'lsin. Uchinchidan bank kartasi rekvizitlari yoki hisob raqamiga oid ma'lumot bo'lsin. Lekin kartaning maxfiy kodi va SMS kodlarini hech qachon yozib qo'ymang. 4-dan nogironliksa tibbiy mehnat ekspertizasi yoki tegishli tibbiy hujjatlar nusxasi bo'lsin. 5-dan mahalla subsidiya
kommunal yordam yoki boshqa ijtimoiy yordamga oid eski qaror va ma'lumotnomalarni ham saqlang. Agar siz o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylikka oid hujjatlar va pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlarni alohida saqlang. Chunki bunday ishda bir hujjat yetishmasa, butun jarayon to'xtab qolishi mumkin. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni ham saqlang. Ko'p onaxonlar turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, lekin eski mehnat daftarchasi boshqa familiyada qolgan bo'ladi. Keyinchalik staj. Pensiya, arxiv yoki boshqa masalada bu bog'liqlikni isbotlash kerak bo'lishi mumkin. Eng katta xato hujjatni faqat pul kerak bo'lganda izlash. Men har doim aytaman, hujjat muammo chiqqanda emas. Muammo chiqmasdan oldin tayyor bo'lish kerak. Pensioner odamning sog'lig'i, vaqti va asabi qimmat. Bir qog'oz uchun 3 marta borib kelish juda og'ir. Ikkinchi xato, begona odamga ishonib yuborish. Men sizga tezda pensiya hujjatini chiqarib beraman. Kartangizni bering, SMS kodini ayting, pasport rasmini yuboring deganlarga ehtiyot bo'ling. Rasmiy hujjatni faqat rasmiy idora, davlat portali yoki ishonchli vakil orqali oling. Hech kimga bank kartangiz PIN kodini, SMS tasdiqlash kodini, elektron imzo parolini bermang. Uchinchi xato, eski ma'lumotnomani doimiy hujjat deb o'ylash. Ha, eski hujjat tarix uchun kerak. Lekin yangi murojaatda ko'pincha yangilangan ma'lumot so'raladi. Pensiya oshgan, pasport almashgan, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, yangi ma'lumotnoma oling. To'rtinchi xato. Ma'lumotnomani o'qimasa papkaga solish. Odamlar hujjatni oladi, lekin ichini tekshirmaydi. Men sizga aniq tavsiya qilaman. Hujjatni olgan zahot pasport bilan solishtiring. Ism, familiya, sana, pensiya turi, miqdor, berilgan sana. Tashkilot nomi va tasdiqlash belgilarini ko'ring. Xato topsangiz keyin tuzatar demang, darhol so'rang. 5-xato, farzandlar befarq bo'lishi. Ota-onamiz ko'pincha bolamni bezovta qilmay deb yuradi. Lekin rasmiy ishlar murakkab bo'lsa, farzand yordam berishi shart. Agar siz farzand bo'lsangiz, bugunoq ota-onangizdan so'rang. Pensiya ma'lumotnomangiz bormi? Pasportingiz yangimi? Bank kartangiz ishlayaptimi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Shu savollar keyingi katta muammolarning oldini oladi. Agar ma'lumotnomada xato ko'rsangiz, avval asabiylashmang. Xato bo'lishi mumkin, uni tuzatish tartibi bor. Birinchi qadam. Xatoni aniq belgilang. Masalan, familiyada bitta harf noto'g'ri, tug'ilgan sana xato, pensiya turi noto'g'ri, pasport raqami eski yoki miqdor tushunarsiz. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta, eski pensiya hujjatlari, bank tushumlari, mehnat daftarchasi yoki kerakli tasdiqlovchi hujjatlar bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa, ariza yozing. Arizada ma'lumotlarimni tekshirib, xatolikni bartaraf etib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 3-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Bu juda muhim. Chunki keyin men murojaat qilgandim deganda qo'lingizda isbot bo'ladi. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, sizga ariza raqami beriladi. 4-qadam, javob muddatini so'rang. Har bir idorada murojaatlarni ko'rib chiqish tartibi bor. Siz qachon javob olaman, qaysi raqam orqali tekshiraman, yana kelishim kerakmi deb aniq so'rang. Shu bilan ortiqcha qatnov kamayadi. Men sizga bugundan boshlab bajariladigan aniq ro'yxat beraman. Birinchidan, pensiya miqdori haqidagi rasmiy ma'lumotnomangiz bor yo'qligini tekshiring. Agar yo'q bo'lsa, yaqin kunlarda oling. Ikkinchidan, hujjatdagi barcha ma'lumotlarni pasport bilan solishtiring. Uchinchidan, hujjatni qog'oz shaklida papkaga soling va elektron nusxasini telefonga yoki farzandingizga yuborib qo'ying. To'rtinchidan, pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, pensiya tizimidagi ma'lumotlar ham yangilanganini tekshirtiring. 5-dan, pensiya oshgandan keyin muhim murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, yangi ma'lumotnoma oling. Agar sizning ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularni idora yolg'iz yubormang. Birga boring yoki ishonchli odamni yuboring. Navbat tushunmovchilik, noto'g'ri eshitish, hujjatni unutib qoldirish kabi holatlar yoshi katta odamga og'ir tushadi. Farzandlar uchun bu 1-2 soatlik ish bo'lishi mumkin, lekin ota-ona uchun katta yengillik. Agar siz qishloqda yashasangiz va tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, avval mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimdan maslahat oling. Qaysi kunda qaysi idoraga borish kerak,
qanday hujjat kerak, navbat qanday oldindan yozilish bormi? Shularni bilib oling. Tayyorlanib bo'lsangiz bir borishda ishni bitirish ehtimoli oshadi. Agar internetdan foydalanayotgan bo'lsangiz, faqat rasmiy sayt va ilovalardan foydalaning. Qidiruvda chiqqan har qanday havola kiravermang. Pensiya pulingizni oshirib beramiz, kompensatsiya chiqdi. Hujjatni tezlashtiramiz degan shubhali xabarlarga ishonmang. Davlat xizmatlari bilan bog'liq ishlar rasmiy portal, rasmiy idora yoki rasmiy aloqa kanali orqali qilinadi. Hurmatli pensionerlar, bugungi gapimning asosiy mazmuni shuki, pensiya olayotganingizni va pensiya miqdoringizni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnomani oldindan olib qo'ying. Bu hujjat sizga bankda, mahallada, ijtimoiy yordamda davolanishda, subsidiya va boshqa rasmiy ishlarda kerak bo'lishi mumkin. Eng muhimi, u orqali siz tizimdagi ma'lumotlaringiz to'g'riligini ham tekshirib olasiz. Men sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Hujjat tayyor bo'lsa, odamning ko'ngli xotirjam bo'ladi. Bugun vaqtida olingan bitta ma'lumotnoma ertaga sizni ortiqcha navbatdan, asabiylashishdan va kechikkan yordamdan saqlab qoladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz. Buguni hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Agar onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Sizda shunday ma'lumotnoma bormi yoki hali olmagansizmi, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududda olish oson bo'lyapti? Qayerda qiyinchilik bor? Tajribangizni boshqalar bilan bo'lishing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner ota-onangiz, qo'shnilaringiz va yaqinlaringizga yuboring.